Dehqonobod degan rayon bor, Qashqadaryoga o'tishingiz bilan. Shu yerda peshin vaqti bo'lib qoldi. Keyin masjid so'radik, bir yigit mana shu qirda tepasidan, deb unga yurib chiqib ketasizlar. Tepada qirda cho'qqisida masjid bor. Chiqsak, masjid qavmi ikkita ekan. 2003 tagiga 20 yil bo'lyapti. 2 kishi imom bilan so'pi ekan. Boshqa qavm yo'q. Keyin toratlarni yangiladik, azon chaqirdi. Imom 102 ga kirgan otaxon ekan. To'razordalardan, payg'ambar avlodidan ekan. Buxoro madrasasida bir necha yil o'sha o'rislar bosib kelganda ham dars bergan ekanlar. Juda ulug' odam ekanlar. 80 ga kirib tarki dunyo qilgan ekanlar. 80 gacha hamma o'g'il qizlarni uy joyini qilib, tindirib, tinchitib qo'yib, kampirlari o'lgandan keyin masjidda yashagan ekanlar. Biz borganda 102 da ekanlar. Juda kichkina, ozg'in, 45 kilo ham chiqmaydilar. Ana shu kishi imom ekan. Keyin meni hurmat qilib o'ting dedilar. Men aytdim, yo'q, biz musofirmiz, o'zingiz o'ting deb o'tdilar. Namozni shunaqa o'qib berdilarki, hidoyada, muxtasarda qanaqa bo'lsa o'shanaqa qilib o'qidilar. Juda chiroyli o'qib berdilar. Mana shuncha nuqson yo'q. Chunki olim bo'lganda 40 yildan madrasada dars bergan Buxoroda. Keyin xayr xo'shlashdik. Chiqib ketsak, arqadan ergashdilar. Men aytdimki, imom domla, hoji buva dedim, qolaversinlar, urinib qolmasinlar desam, qulog'ingizni tuting dedilar. Bo'ylari ham pasttekin ekan, engashib qulog'imni tutsam, mehmonni kamida 10 qadam kuzatib qo'yishlik Rasulullohning sunnatlaridan dedilar. O'sha sunnat qilyapman, qani yuraveringlar dedilar. Chiqdik. Endi mashinaga chiqib, haydashdik. Tushyapmiz, mana bunaqa bo'lib tushar ekan, perivalga o'xshab qirdan. Har bir urganda qarasam, qirdi lavga kelib mana shunaqa qilib turibdilar, ta'zim qilib. Ko'ryapsizmi? Mana ta'limot, mana olimlik. Mashina g'oyib bo'lguncha kirib ketmadilar hujralarga, masjidga. Ana bu haqiqiy ibrat oladigan narsa. Mehmonni ana shunaqa qilib, bir xilda darvozani ochib chiqaradi, bo'p xayrli taqti yo'q qo'yadi. Bu odobsizlik ekan. Mehmon g'oyib bo'lguncha kuzatib turish sunnat ekan. Bu bitta misol. Yana o'sha yili